Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangi tartiblar haqida gapirib beraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Chunki bitta noto'g'ri qadam pensiya to'lovining vaqtincha to'xtashi, ortiqcha olingan pulni qaytarish majburiyati yoki hujjatlarda muammo chiqishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa pensiya olayotgan ota-onalarimiz, ishlayotgan pensionerlar, chet elga chiqib ketganlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar bu masalani albatta bilishi kerak. Men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalarga qat'iy e'tibor berilmoqda? Pensionerlarga nimalar taqiqlanadi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol xotirjam bo'lishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men amalda nima qilish kerakligini, qaysi hujjatlarni tayyorlashni va qayerga murojaat qilishni aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin endi har oy pul tushaveradi, boshqa hech narsaga aralashmasam ham bo'ladi deb o'ylardi. Haqiqatan ham yillar davomida ko'plab jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Ma'lumotlar turli idoralarda alohida saqlangan. Masalan, bir odam pensiya olayotgan bo'lsa, boshqa tumanga ko'chib ketgani, ishga kirgani, chet elga uzoq muddatga chiqqani yoki oilaviy holati o'zgargan darhol ko'rinmasligi mumkin edi. Shuning uchun ayrim holatlarda pensiya to'lovlari eski ma'lumotlar asosida davom etgan. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Bandlik, soliq, bank, fuqarolik holati, migratsiya, yashash manzili, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar bosqichma-bosqich solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Endi pensioner men aytmasam hech kim bilmaydi deb o'ylamasligi kerak. Tizimda ma'lumot chiqsa, pensiya organi tekshiruv o'tkazadi. Agar pensiya noto'g'ri to'langan bo'lsa, ortiqcha summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu yerda eng muhim gap shuki, pensiya olishning o'zi taqiqlanayotgani yo'q. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro qonuniy huquqidan foydalanadi. Taqiqlanayotgan narsa boshqa: yolg'on ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, bir xil asos bo'yicha noqonuniy to'lov olish. Boshqa odam nomidan pensiyani olib yurish, huquq tugagan bo'lsa ham pulni olishda davom etish. Yangi qoidalar deganda ko'p hollarda aynan nazorat kuchaygani va ma'lumotlarni yashirishga yo'l qo'yilmasligi tushuniladi. Men birinchi navbatda eng ko'p uchraydigan holatni tushuntiraman. Pensioner ishga kirsa, hamma vaqt ham pensiyasi bekor qilinmaydi. Ko'p odamlar pensioner ishlasa, pensiya to'xtaydi deb noto'g'ri tushunadi. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'pchilik fuqarolar ishlashi mumkin. Lekin ayrim turdagi pensiya va nafaqalarda ishga kirish, daromad olish yoki oila tarkibi o'zgarishi to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mening qo'shnim ishlayapti, pensiyasi kamaymadi degan gap sizning holatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, 33 yoshli Hasan aka yoshga doir pensiya oladi. U qorovul bo'lib oyiga 2.500.000 so'm maosh bilan ishga kirdi. Agar uning pensiyasi oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa va boshqa maxsus cheklov bo'lmasa, u ishga kirgani uchun avtomatik tarzda pensiyadan mahrum bo'lib qolmaydi. Lekin u rasmiy ishlayotgan bo'lsa, ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumot yuboradi. Demak, bu ma'lumot tizimda ko'rinadi. Hasan aka hech narsani yashirmasligi, hujjatlari to'g'ri yuritilayotganiga e'tibor berishi kerak. Endi boshqa misol. Dilbar opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi nomidan oladi. Farzandi 12 yoshga to'lgan, keyin kollej yoki universitetda o'qishni davom ettirmoqda. Bunday holatda o'qish haqida ma'lumot muhim. Agar farzand o'qishni tugatsa, o'qishdan chetlashtirilsa yoki kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tsa, pensiya olish huquqi o'zgarishi mumkin. Agar oila bu o'zgarishni vaqtida bildirmasa va pensiya yana 6 oy tushib tursa, keyin shu 6 oy uchun ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi. Masalan, oyga 900.000 so'mdan 6 oy tushgan bo'lsa, 5.400.000 so'm qarzdorlik chiqishi mumkin. Yana bir dolzarb holat nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi bilan bog'liq. Agar shaxsga nogironlik muddati ma'lumotga berilgan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa va qayta ko'rik sanasi insentabr bo'lsa, u keyinroq borarman deb yurmasligi kerak. Chunki muddat tugagach tizimda nogironlik holati tasdiqlanmagan bo'lib ko'rinishi mumkin. Natijada to'lov to'xtaydi yoki kechikadi. Keyin odam idorama-idora yurib,
qayta tiklashga vaqt sarflaydi. Hatta kimlar xavotir olishi kerak? Men bu savolga aniq javob beraman. Birinchi navbatda hujjatlarida o'zgarish bo'lgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Masalan, familiya o'zgargan, pasport yoki ID karta yangilangan, yashash joyi o'zgargan, bank kartasi almashtirilgan, telefon raqami yo'qolgan, boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, bularni beparvo qoldirmaslik kerak. Ikkinchidan, chet elga uzoq muddat ketayotgan pensionerlar alohida ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchidan, boshqa odam nomidan pensiya olayotgan yaqinlar, masalan farzandlari yoki nevaralari, ishonchnoma muddati va qonuniy asosini tekshirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiyangizni qonuniy olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz o'zingizniki bo'lsa, tirikligingizni tasdiqlash, ishonchnoma, nogironlik muddati yoki o'qish ma'lumoti bilan bog'liq muammo bo'lmasa, ortiqcha vahimaga tushmang. Bu tartiblar halol pensionerni qo'rqitish uchun emas, noto'g'ri to'lovlar va firibgarliklarning oldini olish uchun kuchaytirilmoqda. Endi eng muhim taqiqlarni batafsil tushuntiraman. Birinchi taqiq: pensioner nomidan uning roziligisiz yoki qonuniy ishonchnomasiz pensiya olish mumkin emas. Ko'p oilalarda shunday holat bor. Ota yoki ona yoshi katta, bankka borishga qiynaladi, kartasini farzandiga beradi, farzandi pul yechib keladi. Agar bularning hammasi pensionerning roziligi bilan bo'lsa, odatda oilaviy yordam sifatida qaraladi. Lekin pensioner xabarsiz, majburlab aldab yoki vafot etgandan keyin ham kartadan pul yechish mutlaqo mumkin emas. Bu juda jiddiy masala. Masalan, bir pensioner oyga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U vafot etganidan keyin kartasiga yana bir oy pul tushib qolsa, qarindoshlari baribir tushdi-ku deb pulni yechib olsa, bu qonuniy emas. Chunki vafot sanasidan keyingi to'lovlar tekshiriladi. Fuqarolik holati dalolatnomalari organidagi ma'lumot pensiya tizimiga tushgach, ortiqcha olingan summa qaytariladi. Agar pulni kim yechgani aniqlansa. Masala oddiy qarzdorlikdan tashqari huquqiy javobgarlikka ham olib borishi mumkin. Ikkinchi taqiq: huquq tugaganidan keyin to'lovni olishda davom etish. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik bilan bog'liq to'lovlar, bola parvarishi yoki ijtimoiy nafaqalar bilan aralash holatlarda uchraydi. Odamlar ba'zan o'zim borib aytmasam tushib turaversin deb o'ylaydi. Men bunday qilishni qat'iy tavsiya qilmayman. Chunki bugun bilinmasa ham ertaga elektron solishtirishda chiqadi. Keyin bir vaqtning o'zida katta summa qarz bo'lib qoladi. Uchinchi taqiq: bir xil davr yoki bir xil asos uchun noqonuniy 2 martalik to'lov olish. Masalan, fuqaro bir tumanda pensiya hujjatini yuritib, keyin boshqa joyda ham hujjat topshirishga urinishi mumkin. Yoki chet elda doimiy yashashga o'tib, u yerda boshqa to'lov oladi. Lekin O'zbekistondagi pensiya holatini aniqlashtirmaydi. Har bir holat alohida ko'riladi. Chunki xalqaro shartnomalar, doimiy yashash maqomi, fuqarolik, ro'yxat, yashash manzili kabi omillar bor. Lekin umumiy qoida shuki, bir ma'lumotni yashirib, davlatdan ortiqcha pul olish taqiqlanadi. To'rtinchi taqiq: soxta hujjat yoki noto'g'ri ma'lumot taqdim etish. Staj, ish haqi, arxiv ma'lumoti, o'qish ma'lumoti, nogironlik hujjati, ishonchnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha soxtalashtirish juda xavfli. Masalan, kimdir stajingizni ko'paytirib beraman desa, bunday odamlardan uzoq yuring. Agar 5 yil qo'shib yozilgan soxta staj asosida pensiya ko'proq tayinlansa, keyin bu aniqlansa, faqat pensiya kamaymaydi, ortiqcha olingan pul ham qaytariladi. Ba'zan bu summa 2 million, 3 million so'mgacha yetishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala: ishlayotgan pensionerning holati hamma joyda bir xil baholanmaydi. Yoshga doir pensiya bilan maxsus nafaqa, nogironlik to'lovi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki kam ta'minlanganlik mezoniga bog'liq nafaqa bir xil narsa emas. Agar to'lov oila daromadiga bog'langan bo'lsa, yangi ish haqi oila daromadini oshiradi va to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, oilada ilgari faqat 2 million so'm pensiya bo'lgan, keyin pensioner yoki oila a'zosi 3 million so'mlik rasmiy ishga kirgan bo'lsa, ijtimoiy nafaqa uchun mezon o'zgaradi. Ikkinchi nozik masala: bank kartasi. Pensioner pensiyasini bank kartasida olsa, karta muddati tugashi, karta bloklanishi, SMS xabarnoma ishlamasligi yoki karta boshqa odam qo'lida qolishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensioner pul tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi yoki pul tushgan, lekin farzandi kartadan foydalangan. Pensioner esa bundan bexabar. Shuning uchun karta o'zingizda bo'lsin. PIN kodni hammaga bermang.
Karta yo'q bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. 3-nozik masala chet elga chiqish. Agar pensioner qisqa muddatga davolanish, mehmonchilik yoki sayohat uchun chiqsa, bu albatta pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin uzoq muddat qolish, doimiy yashashga ketish, boshqa davlatlar ro'yxatdan o'tish kabi holatlar pensiya ishiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner Rossiyaga 2 oyga farzandinikiga borsa, bu boshqa masala. Lekin u 2 yil davomida O'zbekistonga qaytmasa, bank kartasidan boshqa odam pul yechib tursa, pensiya organida savollar paydo bo'lishi tabiiy. 4-nozik masala. Ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy tartibda ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, kimga berilgani, qaysi huquqlar berilgani aniq bo'lishi kerak. Pulni olishga, ariza berishga, hujjat topshirishga vakolatlimi yoki faqat ma'lumot olishgami degan savol muhim. Ishonchnoma muddati tugaganidan keyin eski hujjat bilan pul olish yoki ariza berish muammo keltirib chiqaradi. 5-nozik masala, pensiya miqdori o'zgarganda odamlar sababini tushunmay qoladi. Ba'zan pensiya kamaygandek tuyuladi. Aslida plastik karta komissiyasi, qarzdorlik ushlovi, ortiqcha to'langan summani qaytarish, aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bo'lishi mumkin. Shuning uchun mendan pul kesishyapti deb taxmin qilishdan oldin rasmiy ma'lumotnoma olish kerak. Har bir ushlovning huquqiy asosi bo'lishi shart. Endi men sizga aniq amaliy yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi, yashash manzili bo'yicha ro'yxat, telefon raqam, agar bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Nikoh yoki tug'ilganlik haqidagi hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Hujjatlarning muddati tugamaganiga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, hayotingizda muhim o'zgarish bo'lsa, uni yashirmang. Ishga kirdingizmi, ishdan chiqdingizmi, boshqa tumanga ko'chdingizmi, chet elga uzoq muddatga ketmoqchimisiz? Farzand o'qishni tugatdimi? Nogironlik ko'rgi muddati keldimi? Pensioner vafot etdimi? Bularning har biri bo'yicha tegishli idoraga xabar berish kerak. Ko'pincha odamlar bitta ariza bilan ovora bo'lib nima qilaman deydi. Lekin shu bitta ariza keyinchalik millionlab so'm qarzdorlikdan saqlab qoladi. 3-qadam. Pensiya jamg'armas bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan tuman bo'yicha mas'ul bo'limdan pensiya ishingiz holatini tekshirtiring. Mening pensiyam qaysi asosda to'lanmoqda? Qanday hujjatlarim yetarli? Qayta tasdiqlash kerak bo'lgan ma'lumot bormi? Ushlov yoki qarzdorlik bormi? deb aniq so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa yozma ma'lumotnoma so'rang. 4-qadam. Agar siz boshqa odam nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Notarial tartibda yoki qonunda belgilangan boshqa tartibda berilgan ishonchnoma bo'lsin. Unda pensionerning roziligi, vakilning shaxsi, vakolat turi va muddati aniq yozilgan bo'lishi kerak. Pensioner yoshi katta bo'lsa ham, uning mulki va pensiyasi uning shaxsiy huquqi ekanini unutmang. Farzand bo'lish boshqa, qonuniy vakolat boshqa. 5-qadam. Bank bilan bog'liq xavfsizlikni kuchaytiring. Karta PIN kodini qog'ozga yozib hamyon ichida saqlamang. Telefon raqamini o'zgartirsangiz, bankka xabar bering, SMS xabarnomani yo'qing. Har oy qancha pul tushganini va qancha yechilganini tekshirib boring. Agar noma'lum yechimlar bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling va kartani bloklang. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun juda muhim. 6-qadam. Qarzdorlik chiqsa, vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Avvalo qarzdorlik nimaga chiqqanini yozma ravishda aniqlang. Qaysi oylar uchun, qaysi asosda qancha summa hisoblanganini so'rang. Agar hisob kitobda xato bo'lsa, dalil bilan e'tiroz bildiring. Masalan, siz o'qish ma'lumotnomasini vaqtida topshirgan bo'lsangiz, lekin tizimga kiritilmagan bo'lsa, hujjat nusxasi va topshirilgan sanani ko'rsating. Agar qarzdorlik asosli bo'lsa, uni bo'lib qaytarish imkoniyati haqida so'rash mumkin. 7-qadam. Har qanday pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, qarzdorlikni yo'q qilib beraman degan vositachilarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar faqat qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Sizga kimdir pul evaziga hujjatni tezlashtirishni, bazadan ma'lumot o'chirishni, ish stajini yasab berishni taklif qilsa, bu juda xavfli. Bunday yo'l bilan bir marta foyda ko'rgandek bo'lsangiz ham, keyin oqibati og'ir bo'ladi. Men alohida ta'kidlayman. Bugungi qoidalarning ma'nosi pensionerlarni qo'rqitish emas. Maqsad to'lovlar egasiga to'g'ri yetib borishi. Vafot etgan odam nomidan pul olinmasligi
soxta hujjatlar bilan budjet mablag'i talon-toroj qilinmasligi haqiqatan muhtoj odamning huquqi himoya qilinishidir. Lekin har qanday tizimda xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner o'z hujjatini tekshirishi, o'z pulini nazorat qilishi va o'zgarishlarni vaqtida rasmiylashtirishi kerak. Demak, aziz tomoshabinlar, pensionerlarga eng asosiy taqiqlar shular. Yolg'on ma'lumot berish mumkin emas. Yolg'on ma'lumot berish mumkin emas. Huquq tugagandan keyin to'lov olish mumkin emas. Vafot etgan pensioner nomidan pul yechish mumkin emas. Soxta hujjat bilan pensiya oshirish mumkin emas. Ishonchnomasiz boshqa odamning pensiyasini boshqarish mumkin emas. Ishlash, boshqa joyga borish yoki bank kartasidan foydalanishning o'zi hamma holatda taqiq emas. Lekin har bir vaziyat qonuniy va hujjat bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugungi hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. Ota-onangiz yoki yaqin pensioner qarindoshlaringizning pensiya holatini tekshirib qo'ying. Bank kartasi kimda ekanini aniqlang. Ishonchnoma muddati tugamaganini ko'ring. Agar shubha bo'lsa, taxmin bilan yurmasdan pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Sizningcha pensionerlar uchun bunday nazorat kuchaygani to'g'rimi yoki ayrim joylarda tartiblar yanada soddalashtirilishi kerakmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjatlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.